Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar. Kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar aziz yurtdoshlar. Yana bir fayzli xonadonga navbatdagi o'sha trenddagi ikkilik pilisovoy listda yasalgan juda ko'p hozirgi kunda darvoza bo'yicha murojaat qilyapti turgan yurtdoshlarimizga ma'qul kelib turgan fasondagi darvozamizdan ustanovka qildik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring, o'rnatgan darvozamiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Albatta aziz yurtdoshlar, shunaqangi sifatli darvoza qo'ydirishda niyatli yurgan aka-ukalarimiz, yurtdoshlarimiz bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Aziz yurtdoshlar, bu darvozamizni Farg'ona viloyati Yozyovon tumani Cho'lguliston mahallasiga olib kelib ustanovka qilib berdik. Darvozamiz pilisovoylik ikkilik listda yasalgan darvozamiz. Darvozamizning razmeri endiga 3,5, bo'yiga 385 razmerda bo'ldi. Stoykalari darvozamizning 5 ko'llik shvillar qo'yilgan. Profillari 6 ga 4 1.7 lik stenali profil. Darvozamiz juda ham bir tiyomli holatda, juda ham chiroyli holatda chiqdi. Albatta xonadon egalari mana shu fasondagi darvozani o'zlari tanlashib zakaz qilishganda, xudo xohlasa chiroyli qilib joylariga ustanovkasini qilib berdik. Kraskasiga to'xtalib o'tsak, aziz yurtdoshlar, darvozamizni mokri asfalt svetda bo'ldi. Albatta gruntovkalarni sepilib, quyosh nuriga, yog'ingarchiliklarga chidamli sifatli kraskalardan foydalanib, xudo xohlasa juda ham bir ideal holatda qilib olib kelib, xonadon egalariga o'rnatib, ustanovkasini qilib topshirdik. Mana shu eshiklariga ham rezinkalar qo'yib, aziz yurtdoshlar, eshiklar ochilib yopilgan, ortiqcha bir dovush chiqmaydigan qilib, o'rtalariga mana shu katak joylariga, palasa joylariga nerjoykalarni originalidan yopishtirib ishlab berganmiz va tepa qismi havo aylanishini hisobiga 50 sm qismi shu promoga qilindi. Общий summasi darvozamiz 1 million so'mdan bo'ldi aziz yurtdoshlar. Mana shu darvozamiz 13 million so'mga kelib o'rnadi. Va albatta bu darvozamizning kvadrat metri hozirgi kunda 700 ming so'mdan 1 million so'mgacha chiqyapti. Darvozani yasalish materialiga qarab, albatta qalin yuqorligiga qarab kelishilgan holda chiroyli qilib ustanovkalarni qilib beryapmiz. Aziz yurtdoshlar, rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.